Почти bir oydan beri qizli uyimga jo'natish. Videoni oxirigacha ko'rsanglar sababini bilib olasiz. Hamma qizli uyga ketishdan oldin boshqa xonalarni yig'ishtirsa, men o'zim xonamni yig'ishtiraman. Har kuni yig'ishtirsangiz ham xuddi shunaqa hamma yoyilgandek bo'lib turaveradi. O'shaning uchun ham ketishimdan oldin xonamni chiroyli qilib yig'ishtirib ketmoqchiman. Baribir odam qayergadir ketgandan keyin qaytib xonasiga kirganda shunaqa chiroyli bo'lib, порядка bo'lib tursa, odamning charchovlari chiqib ketadi deb o'ylayman. Sizlarning fikringlar qanaqa? Kommentariyada yozib ketinglar. Xonamni shunaqa chiroyli yig'ishtirib olgandan keyin oyijonim anchadan beri behali murabbo yegim kelyapti degan edilar. Uyga ketishimdan oldin chiroyli qilib behali murabbolarni ham qilib qo'ydim. Jannatim erim kuniga 3-4 mahallab kiyim almashtirganlardan vishilkamni shunaqa to'la kiyim bo'lib ketadi. Ular kiyim almashtirib charchamaydilar. Amam bo'lsa kiyilgan kiyimlarni vishilkaga ilib charchamayman. Mana ish qilayotganidan foydalangan qizim kelib sekingina tortmamni ochib ko'lab ketdi. Kichkina qizim ham yig'lab qoldi. Keyin qolgan ishlarimni kichkina qizimni ko'tarib davom ettirdim. Qizli uyimga jo'natishmaganligining sababi domda turadiganlar biladi, atapleniya kech berilyapti. Keyin qanaqadir kuchli virus yurganligi sabab uydagilar shamollab qolishdi. O'shaning uchun ham bolalarimga yuqmasligi uchun jo'natishmadi. Uyimizdagilar tuzalib olishdi, domlaga atapleniya berishdi. Uyimizga maza qilib borib kelamiz. Xonamni ham yig'ishtirib oldim. Keyin qizlarim uyqusi kelib, qizlarim uxlagandan foydalanib uydagilar kelishgunga shunaqa chiroyli video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.